Abdulaziz domla, mana ustoz yuqorida ta'kidlab o'tdilar. Iymonning shartlarini aytib o'tdilar. Ya'ni Allohga, farishtalarga, Allohning kitoblariga, demak, qiyomat kuniga qayta tirilish va taqdir masalasi. Mana shuni ozgina qisqa shularni izohlab bersangiz, hatto o'sha bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarga foydali bo'lib qolardi. Alhamdulillah robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulihil karim. Avvalambor yuqorida ustozimiz aqida borasida uni lug'aviy ma'nolari va bu borada demak yozilgan kitoblar va payg'ambarimizni demak bu aqidani xalqqa, jamiyatga yetkazishda necha yil sarflaganliklari haqida gapirdi. Aqida o'zi ma'rifatun nafsi ma laha va ma alayha. Nafs o'zi uchun foydali va ziyonli bo'lgan narsalarni bilish. Mana shulardan birinchisi Allohni tanish. Eng birinchisi demak aqidada Allohni tanish. Ya'ni biz yaratilgan mavjudot sifatida, aqlli mavjudot sifatida va shariatga mukallaf bo'lganligimiz uchun boshqa mahluqotlardan farqli ravishda Allohni tanishimiz kerak. Chunki bizga Alloh taolo aql berdi. Aqlsiz boshqa mavjudotlarga Allohni tanish shart emas. Alloh ularni mukallaf qilmagan. Shuning uchun ham bu yerda biz Alloh taoloni tanishligimiz, uni sifatlarini, uni ismlarini, uni yakka yagonaligini va shu bilan bir qatorda Alloh borasidagi e'tiqodimiz ayb va nuqsonlardan uni poklash. Har qanday holatda, har qanday sharoitda uniga jism ma'nosida yoki bo'lmasa Alloh taologa sherik ma'nosida na'uzubillah shubhalarni barchasidan Allohni poklash kerak. Biz bu aqidaviy zimmamizdagi burchimiz va bizga farz hisoblanadi. Endi keyingisi farishtalarni tasdiq qilishlik. Yana bu yerda bir narsani bilishimiz kerakki, Alloh taoloni tanish va uni yakka yagonaligini tasdiq qilishlik. Ya'ni bilishni o'zi kifoya qilmaydi, tasdiq ham kerak. Alloh taoloni borligini bilsa-yu, lekin u yakka yagona xoliq sifatida tasdiqlamasa, ya'ni tasdiqlash deganda biz buni iymon keltirish. Iymon keltirish. Chunki tarixda bo'lganda bu narsalar, ya'ni iymon nima desa, ma'rifatulloh degan toifalar ham bo'lgan, Allohni tanish deganlar ham bo'lganda, shunda olimlarimiz aytganki, yo'q, ma'rifatullohni aksi bu jahl bo'ladi, jaholat bo'ladi. Lekin tasdiqni aksi inkor bo'ladi. Bu yerda ma'rifatni o'zi yetarli bo'lmaydi, balki tasdiq ham kerak. Albatta qalb tasdiqi, til iqrori kerak bu yerda. Va farishtalarni borligiga iymon keltirishlik. Bu demak farishtalarni biz g'ayb olami hisoblanadi. G'ayb olamida demak bizni kitoblarimizda ham ko'p keladi. Voqelik orqali g'aybni borligiga iymon keltirishni aql yo'llari bilan olimlar isbotlab bergan. Lekin bizni oldimizda turgan zamonaviy ilm fanlar faqatgina u voqelik va aniq narsalar bilan shug'ullanadi. Metafizika bilan shug'ullanmaydi. Hozirgi kunni demak falsafalarini dahosi bo'lgan Kantlar ham metafizika bilan ilm-fan shug'ullanmaydi degan. Shuning uchun farishtalarning borligini ko'zimiz ko'rmagan bo'lsa-da, ushab ko'rmagan bo'lsak-da, uni borligiga iymon keltirishligimiz. Chunki biz birinchi Allohga iymon keltirib oldikmi? Alloh taolo farishtalarni borligini Qur'oni Karimda bayon qildi. Demak, unga tasdiq qilib, uniga iymon keltirishimiz va Allohning kitoblariga iymon keltirishligimiz. Kitoblari 4 ta kitoblar bo'lsa, undan tashqari sahifalar ham bo'lgan. Jami 100 ga yaqin demak sahifa va kitoblar bo'lgan. Bunga masalan Tavrot, Injil, Zabur va Qur'onni u ilohiy kitoblar bo'lsa, qolgan sahifalar Ibrohim alayhissalom va boshqa payg'ambarlarga nozil qilingan. Va undan keyin payg'ambarlarni mavjudligiga iymon keltirish, payg'ambarlarni demak Alloh taoloni risolatini insoniyatga yetkazishlik uchun yuborilgan payg'ambarlarga iymon keltirish va payg'ambarlarning rutbasi, martabasi insoniyat kasb qilish orqali egallab bo'lmaydigan daraja hisoblanadi. Bu Alloh taolo o'zi xohlagan bandalarga bergan bu ne'matni va biz bunday payg'ambarlarga iymon keltiramiz va qazoy qadarga iymon keltiramiz va oxirat kunining mavjudligiga iymon keltiramiz. Bu iymon keltirilayotgan narsalarni qaraydigan bo'lsak, bu insonni barchasi qalb bilan bog'liq bo'lgan jarayon. Va buga iymon keltirishligimizni Alloh taolo Baqara surasining 285-oyatida ham marhamat qilib aytganki, amanar rasulu bima unzila ilayhi min robbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
Ushbu oyat karimada rasul o'ziga nozil qilingan, Robbis tomonidan o'ziga nozil qilingan narsaga va mo'minlar iymon keltirishdi. Ya'ni rasullar va mo'minlar rasulga nozil qilingan narsaga iymon keltirishdi. U iymon keltirgan narsalar nimadan iborat? Barchalari Alloh taologa, uning farishtalariga va kitoblariga va rasullariga iymon keltirishdi degan mazmunda ushbu oyat karimada marhamat qilinyapti. Ya'ni aynan Qur'oni Karim bilan bizga Alloh taolo nimalarga iymon keltirishimizni o'zi bayon qildi. Va bu yerdan bizga ma'lum bo'ladiki, demak sog'lom e'tiqod nima? Sog'lom e'tiqod aynan mazkur narsalarni qalb bilan tasdiq qilib, til bilan iqror qilishdir. Shundagina inson Alloh taologa iymon keltirgan bo'ladi. Albatta yuqorida ustozimiz ham aytdiki, aslida islom dinida e'tiqod deganda shuni tushunamiz. Lekin boshqalar ateist bo'lishi mumkin, deist bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa umuman boshqa dinlarga e'tiqod qilishligi mumkin. Ularda ham qandaydir ishonch bo'ladi. Unda u lug'aviy ma'nodagi aqida ularda topilyapti. Lekin istilohiy ma'nodagi aqida bu aynan islom dini ta'limotida aks etgan, yuqorida bayon qilingan, demak 6 ta narsaga iymon keltirishlik bu aqida hisoblanadi. Rahmat domla mazmunli javobingiz uchun.